Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Biz bugun o'ta dolzarb bir mavzu bo'yicha fikr almashamiz, o'zimizning munosabatimizni bildiramiz. Bu ishlayotgan ayollarning haq-huquqlari qanday himoya qilinmoqda? Ularga oshkora yoki pinhona bosim o'tkazilmayaptimi? Yosh onalar, homilador ayollarning ishxona bilan bog'liq muammolari nimalardan iborat? Ularning ishlashlari to'la to'kis kafolatlanganmi? Biz mana shu dolzarb savollarga bugun ko'rsatuvimiz jarayonida o'zimizning munosabatimizni bildiramiz. Har galgidek tomoshabinlarning diqqat markazida turgan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama qilinayotgan lavhalardan boshlaymiz ko'rsatuvimizni. Marhamat. Mana bugundan gaz quyolmasdan chiqib ketyapmiz. Kartani to'ldirmoqchi edik. U bankomatdan pul tushirsangiz, foizi ham katta. Ish haqqim 5-dan keyin 5-dan 10-gacha tushadi. Men ungacha nima qilishim kerak hozir? Hozir yana bir zapravkaga borib gaplashsam, kasapa anaqangi bankomat qo'yib ketishadi. Bizni plastigimizga pul tushirasiz. Shunaqa qilib tadbirkorlarimiz yo'lini topishadi uni ham. Lekin nimaga men o'zimni naqd pulim turib, yana bankka foiz to'lab, plastigimga pul tushirib, keyin benzin quyishim kerak? Mana shu savol qiziqtiryapti-da. Bu qanday bu hozir men oddiy xalq, oddiy bitta qora xalq men tushunmayapman-da. Bu manfaati, bu qarorning manfaati bizga qayerda? Yana pul tushirsa, bank foiz olsa, mayli foizsiz qilsin, bank kreditlarini yechib olmasin, bir yengillik tarafini ham qilish kerak-ku buni. Faqat bankka foydami hozir bundan? Toshkentda chiqaverishimda bezi bo'yab desek bu yerda. Короче, kartochka bilan nima qilib aytgan? Kartochka bilan qo'yayotganda nalichka qo'yib aytgan. Biroq bu minusda, turistlar uchun minus. Men Qirg'iziston jaran olsam, men qayerdan kartochka yo'q, O'zbekiston kartochkasi. Biroq ular kartochka tirib dedilar. Ne ish kerak emas onda? Sizlarga so'rab. Bizda olsa, Qirg'izistonda olsa, Xudoga shukr, Qirg'izistonda nalichkadili, kartochka bilan dili qo'yaverasizmi? Turistlarga da shart tuzish kerak deb o'ylayman, jek o'yim. Себеби deganda kartochka ochishingiz kerak dedi. Kartochka o'z berekingga kelsang, ana qayra sirtqa chiqib ketayotgan bo'lsang, O'zbekistonning kartochkasini keragi yo'q qo'ydi endi. Nalichka qo'ybay, hozir Andijonda bir do'stimga chalib 150 ming qo'tarib tur, men senga beraman deb, anan 150 ming qo'tardim bularning nimesini, jana QR kodini. Shunda 150 ming so'mga 11,5 litr geldi, 95. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu mavzular qizg'in muhokama qilinyapti. Bizning ekspertlar ham albatta bunga Rustam aka iqtisodchi sifatida bir munosabat bildirib o'tsangiz. Haqiqatan ham Masalaga lekin xolis yondashamiz. 1-apreldan naqd pulsiz hisob-kitoblarni ma'lum turdagi to'lovlarni amalga oshirish belgilangan. Haqiqatan ham men shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotganlarni ularni biz to'g'ri tushunamiz. Lekin biz O'zbekiston islohotlar jarayonida yashayapmiz. Ya'ni bu qarorning chiqarilishi asosan O'zbekistonda iqtisodiy, bank oborotidan tashqari bo'lgan ma'lum bir yo'nalishlarni qisqartirish. Albatta Qudus aka islohotlar jarayonida hammasi silliq kechmaydi. Mana misol uchun o'shani tashkil qilishdagi kamchiliklar, mana zapravkalarda yoki tegishli joylarga o'sha bankomatlarning qo'yilmaganligi, vaholanki bu dekabrda chiqqan qaror edi. Mana shu borasida ayrim demak o'sha bank yoki tegishli davlat tashkilotlari ma'lum bir ishlarni tashkil qilishda sustkashlikka yo'l qo'ygan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana shu odamlarimizda naqdsiz pul hisob-kitobi bo'yicha asosiy 80% odamlar qo'lida kartochkasi bor, ularda muammo yo'q. Muammo kimlarda? Birinchidan, qishloqlarda naqd pul oladigan va naqd pulda ishda qiladiganlarda. Muammo kimlarda? Mana pensiyalarimiz naqd pul pensiya oladiganlar bor. Bu nalarda yashirin iqtisodiyotning a'zolari bor, naqd pulda oborot qiladiganlar. Bularni demak masalasida, mana shu ko'tarilgan masala hammasi shu. Mana
men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Mana qog'oz pulda yozib qo'yibdi. Hech qanday cheklovlarsiz qabul qilinsin deb qo'yibdi-ku, deyapti unida. Lekin bu islohotlar jarayonida shunday vaziyatlar vujudga keladiki, misol uchun bir paytlar siz o'zingiz guvohsiz, 2017-yilda valyutani erkinlashtirish bo'yicha ham qaror qabul qilamiz deganda juda ko'p, hatto yuqori tashkilotlar ham bunga qarshi chiqqandi. Lekin prezidentimizni qattiq demak talabi bilan o'sha valyutani almashtirish yo'lga qo'ydikmi, unda ham ijtimoiy tarmoqlarda shunday juda ko'p e'tirozlar paydo bo'lgandi. Lekin mana hozir hammasi izga tushdi. Xuddi shunday naqd pulsiz hisob-kitoblarni ham boyagi jarayonlarda hozir banklar, tegishli moliyaviy tashkilotlar foizli hozir qattiq qimirlab qoldi. Faqat o'sha odamlarning e'tirozi sabab bo'layotgan narsalar bu vaqtida shuni sustkashlikka yo'l qo'ygan ma'lum bir tashkilot va muassasalarni o'sha xalqlarning e'tiroziga, odamlarning e'tirozi sabab bo'ladi. Yana Islom aka bu yerda yana bitta masala bor. Turistlar ham ko'p keladi-da qo'shni davlatlardan. Ular ham o'zini fikrini bildiryapti. Buni ham bir o'ylab ko'rish kerak-da. U turist bo'lsa, u men hozir uzr so'rayman. Qarang, qoida bo'yicha hozir uzr so'rayman. Qoida bo'yicha mana biza makroiqtisodiy tadqiqotlarda ma'lum bir taklifni qilsak, ssenariy qilamiz. to'g'ri. Bu ssenariyda aytish kerak edi. Misol uchun 10 litrgacha naqdga olasan. Misol uchun yo'lda qolib ketmasligi uchun. 1-iyulgacha. 1-apreldan boshlandi-yu. 1-sentyabrdan boshlab to'liq naqdsiz pulga o'tasan. Ya'ni odamlarga imkoniyat, ya'ni tayyorgarlik ko'rish uchun imkoniyat yaratib berish kerak edi bu yerda. Islom aka davom ettirsangiz. Marhamat. Bitta masalaga e'tibor berish kerak. Biz yomon desa hammamiz tosh otib ketamiz, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Aytdilar-ku, islohot hech qachon yengil bo'lmaydi. Birov yaxshi desa hammamiz maqtab ketamiz, lekin masalani o'rganmaymiz. Buni tanganing ikki tomoni bor deydi. Men birinchi tomoniga e'tibor qaratishlarini xohlardim. Tomoshabinlarda ham, ekspertlarimizda ham qarang. Biz qachondan benzin olsak 10 ta deydi, yo 9 ta solardi, yo 8 ta solardi. Hammamiz bilamiz, isbotlab bera olmaymiz, mashinani to'kib o'lchay olmaymiz, norozi bo'lamiz. 10 ta soluvding, 40 ta solasan, 40 talik bak to'lmagan hech qachon. To'g'rimi Rustam aka? Bu hamisha bo'lgan. Undan keyin gaz quyish shoxobchalarida mana o shoxobcha deydi 1 milliardlik o'g'irlabdi, bu 10 milliardlik o'g'irlabdi deydi. Xalqning mulki o'g'irlanyapti-da bu yerda. Endi mana bu yangi tartib bo'yicha sizni benziningizni ham urib qola olmaydi. Chunki agar benzin urib qoladigan bo'lsa, unda o'sha oshiqcha benzin paydo bo'ladi. Zapravkalarda. Naqd bo'lmagandan keyin urish ham qiyin-da. Urib qola olmaydi chunki ortiqcha. Gazda ham xuddi shundayki, o'g'irlab gaz ishlata olmaydi. Agar o'g'irlab ishlatadigan bo'lsa, u deylik 10 tonna deylik, masalan, benzin olgan bo'lsa, 10 tonna mana bunday chiqish kerak to'lovda. To'g'ri. Gazda ham o'lchovi xuddi shunday chiqadi. Demak, biz birinchi navbatda o'g'irlikka chek qo'yyapmiz. Bu xalqimizni, haydovchilarimizni manfaatlariga xizmat qiladigan tartib bu. Endi ikkinchisi Rustam akani tangan ikkinchi tomonini olamiz. Rustam akani fikrlariga qo'shilaman. Tayyorgarlik sust bo'lgan. To'g'ri. Ssenariy mukammal qilinmagan. Birinchi xalq nimadan norozi bo'lyapti? 3% deyapti, kartam to'ldirishda olib qolyapti. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri deganim, meni oyligim, naqd pulim ham davlatga solig'imni to'laganman. To'g'ri. Bu 3% olib qolishi, mayli sharoit uchun 0.5% olsin, boringki 1% olsin, lekin 3% olib qolishi bu 3% deganimiz deylik 10 mingdan 3 ming so'm bo'lsa, 100 mingdan 30 ming bo'ladi, 1 milliondan 3 million bo'ladi. Bu qaysidir tashkilotlarda o'ta boyib ketishiga xizmat qiladi, xalqimizni zarariga xizmat qiladi. Mana shu masala albatta qayta ko'rilishi kerak. Keyin bank kartalarini sotilyapti 10 ming so'mdan deyapti. Uni ham juda ko'p tanqid qilishyapti. Rustam aka to'g'ri aytdilar, 80% dedi, menimcha 90-95%imizda bank kartalari bor hammamizda. Faqat bankda naqd plastigimizdagi pul kafolatlanmaganligi uchun shaxsan o'zim ham oyligim tushganda naqd qilib olib qo'yishga harakat qilaman. Chunki kiber hujumlar juda ko'p. Bank kartalarimizdan o'g'irliklar ko'p. Dunyoda qanaqa? Siz qaysi bankka xizmat qilsa, sizga kartangiz qaysi bankka aloqador bo'lsa, agar kartangizdan pul o'g'irlasa, bank javobgar bo'ladi. Bank javob berish kerak. Meni plastik kartamdagi pulimni agar o'g'irlanadigan bo'lsa, u himoya qilsin. Mabodo o'g'irlansa, meni kartamni to'ldirib qo'ysin joyiga. Men ishlatmagan bo'lsam. Biz mana shu
mana shu tartiblarni amalga oshirsak, shu tartiblarni o'sha birinchidan 3%likni kamaytirish yo'lini o'ylab topishimiz kerak. Iqtisodchilarimiz o'ylash kerak buni. Nega 3% degan savolga ochiq javob berish kerak. Ikkinchidan, o'sha joyda sotilayotgan bank kartalari, bu siz aytgan savolga, xorijdan kelayotgan sayohatchilarga o'sha bank kartalarini taqdim qilishimiz kerak. U o'zini pulini kiritsin va o'sha kartada xarid qilsin. Shunda xorijliklar ham bizdan xafa bo'lmaydi. Buni yo'llari juda oddiy. Faqat ozgina ishlash kerak mutasaddilar, masalalarni joy-joyiga qo'yish kerak. Va yana bitta taklifki, bugun masalan shu juda ko'p norozilik to'lqini borda. Bu hukumatga ishonchsizlik keltirib chiqaradi, davlatga ishonchsizlik keltirib chiqaradi. Shunday ekan, munosabatga o'xshagan ko'rsatuvlarda bank xodimlarini, soliq xodimlarini shu tizimni tartibni joriy qilyapmiz-ku. Shu nima ekanligini biz 1-aprelgacha ko'rsatuv qilishimiz kerak edi. Tushuntirib Va 1-apreldan keyin ham ko'rsatuv qilib odamlarga yetkazib berishimiz kerak edi. O'sha axborot yetishmovchiligidan mana shunaqa muammo kelib chiqyapti degan fikrim ham bor. endi Rustam akani bitta gapi bor, doim aytadi, men shuni o'ylab oxiriga hech qachon yeta olmayapman. 40%, 50% deydi xufiyona iqtisod. Hozir siz xufiyona narsada gapirmang, iste'molchini haq huquqi buzilishini Yo'q, gapiryapsizmi? o'sha aylanayotgan. Bu hozir gapirayotgan odamlar iste'molchi bo'ladi. Hozir yoqilg'i quyish shoxobchalarida naqd pulsiz to'lov oshilayotgani ham iste'molchini haq huquqi buzilyapti hozir, bilasizmi? Iste'molchi o'zini naqd pulini ishlata olmasa, borib qo'shimcha xarajat qilyapti hozir kartaga, qo'shimcha xarajat puli gapirganlardek. Bankomatlar yo'q. Bankomatlar bor, paynet qilish kerak, boshqa qilish kerak. Undan tashqari hali O'zbekistonda bu tizim rivojlanmagan va O'zbekiston pul haqida qonun chiqarilmagan hali. Faqatgina O'zbekiston Markaziy bank haqida qonun bor, milliy valyutani ayirboshlash haqida qonun bor, lekin aynan hozirgi mana shu bo'layotgan ishlar bo'yicha qonun hali chiqmagan. Aytmoqchimanki, tizim hali rivojlanmagan. Bu biza voqlikdan voqlik bu narsaga kirgizildi. Unda tayyorgarlik ko'rmasdan, iste'molchilarni tayyorlamasdan, bundan tashqari chet eldan kirib kelyapti-da, qirg'izistonlik bitta fuqaro gapiryapti. Biza nima endi? Chet eldan kirib benzin quya olmaymizmi? Bu nima degan gap bu? Bilasizmi chegarada nima bo'lyapti? Men sizga aytaman, chegaralarda nima bo'lyapti? Chegaralarda hozir odam qirg'izistonliklar yoki boshqalar kirayotganda, bizda hozir hammasi plastik karta, mana shunaqa deb ortiqcha pullar olib 500 ming, 600 ming, 700 ming ustiga o'sha pullarni qo'yib bir balola qilib kartalarni o'tkazishyapti chet el fuqarolariga. Bu nimaga? Bu ham firibgarlikka kiradi. Bundan foydalanishyapti. Chet elliklarni bilmasligidan, bizda mana shu qonun o'zgardi hozir, karta bilan ishga kirish kerak zapravkaga deyapti-da, mana shunaqa chet elliklardan pul olyapti. Bu to'g'rimi bu? Bu noto'g'ri. Iste'molchilarning haq huquqi buzilishiga aniq kelayotgan narsa shu bo'ladi. Yo, endi bu yerda masalani ikkinchi tomoni ham bor-da. Trillion aytmoqchi edim men. milliard emas, trillionlab mablag' aylansa qo'lga tushyapti-yu, shoxobchadan qo'lga tushyapti. Bular o'zini javob beradi o'zi. Yo'q, ular hozir ular shu payt qiynalyapti-ku. Endi iste'molchiga sharoit yaratish haqida gap ketyapti-da, davom ettirmoqchiman-da, qarang, to'g'ri aytyapsiz. Bizda makroiqtisodiy yondashuvlar bor-da. Butun dunyo makroiqtisod nuqtai nazaridan yondashadi. Bu iste'molchilar haqiqatan huquqi buzilayotganligi, ularga noqulay bo'layotganligi, xuddi shu tajribani Yevropa va Amerikada qo'llaganda ham xuddi shunday holatlar vujudga kelgan. Endi qarang, iqtisodiyotda yashin iqtisodiyot dedingiz-a, ayrim sohalarda 30%, ayrim sohalarda 40%, ayrim sohalarda 50%. Biz buni uchun makroiqtisodiy yondashuvda ayrim, demak, iste'molchilarning huquqlarini ma'lum bir cheklanishi bu real holat, lekin biz iqtisodiyotni o'stirish uchun rasmiy iqtisodiyotga trillionlab pulni jalb qilish masalasi bu yerda yuzaga kelyapti-da. Agar biz shunday choralarni ko'rmasak, yashirin iqtisodiyot o'zini ulushini kamaytirmaydi. U mustahkamlanib borilaveradi. Lekin makroiqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, biz ayrim, misol uchun boyaga men so'zimning boshida ham aytdim-ku, boyaga sharoitga sustlashilma yondashilgan, sharoit qilib bermagan deb. Lekin bu yerda o'sha iqtisodiyotni rivojlantirish uchun pul oborotini normal holatga qo'yishimiz kerak. Mana endi men ijtimoiy tarmoq kuzatyapman. O'sha shunday tashkilotlar 0% bilan o'tkazib beryapti pulini. Mana shu narsalar. Ikkinchidan, davlat aytayapti, sen o'sha plastik kartochkangda 0% xizmat ko'rsatsang, ayrim imtiyozlarni men beraman. Bu
poходda yo'l davomida kelib chiqyapti-da bu narsalar. Haqiqatan ham men e'tirozim yo'q. Masalan, odamlar qiynalyapti, boshqa va hokazo. Lekin biz iqtisodiyotni rivojlantirish uchun pul oborotini rasmiy yo'lga qo'ymasak, bu ham iqtisodiyotga ma'lum bir minus ta'sir ko'rsatyapti. 0% bo'lsa, Rustam aka, iste'molchi hech nima yutqizmaydi. Tushunadi iste'mol. Mayli shu plastikka bo'lsa ham deb ko'nib tursak, endi plastikda qog'ozi tugabdi deb kuymasa nima deysizlar mana? Bu opa ham mana keldi, asabi buzilib ketyapti. Plastikda qog'ozi tugab qolsa quymas ekan. Qanaqa qonun, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan qonunlar. Oldin sistemani to'g'rilab qo'yish kerakmi deb nima qilishadi bunaqa qilib odamlar qiynashib. Mani shaxsiy fikrim, naqd pul bo'lmagandan keyin xizmat ko'rsatishi ham malol kelayotgan ham bo'lishi mumkin kimlargadir. Manfaati bo'lmagandan keyin nima qiladi? Aynan. Manfaati bo'lmagandan keyin odamlardan shunaqa haligi negativ fikrlarni keltirib chiqarish uchun kuppa kunduz kuni qarang, qog'oz tugab qoladimi u? Bu bahona. Qog'oz valyutami u? Bu narsa bular ustozimiz aytgandek davlatimizga bo'lgan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Tushunyapsizmi? Xalqda. Biz qiynalyapmiz, mana qog'oz yo'q ekan, bu yo'q ekan. Siz aytayotgandek o'sha zapravkadilarni aybi bilan bo'lyapti, misol uchun shu narsa. Lekin shu narsani orqasida mana bu fuqaroimiz shunaqa fikr yurityapti, hali tizim tayyor emas ekan. Nimaga shu narsa ish boshladi deyapti. Biz hech kim zapravkani aybdor qilayotgani yo'q shu yerda. Biz mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib, Islom aka, siz ham qatnashasiz, Rustam aka, sizlarni ham hammalaringni ulardan ham bir mana shu masalalarga oydinlik kiritib berishlarini so'rab qolamiz. Chunki men yana ham Rustam aka, Nodir aka, Rasulov professorlar doim aytadi, yashirin iqtisodiyotda ulushi juda katta ekanda. Toki shu yashirin iqtisodiyot jilovlanmasa deyapti, mana Rustam aka ko'p aytayapti. Raqobat ham bo'lmaydi, taraqqiyot ham bo'lmaydi, o'sish ham bo'lmaydi, trillionlab aylanib yotsa kerak-da endi bitta mana bu yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin, gaz eng katta mablag' aylanadigan joyki, yana buni bitta narsani aytib ketish kerak, Abjabor aka. Bu undan tushadigan soliqlar erta bizga keladi. Pensionerga boradi, nogironga boradi, bola puliga boradi. Bu soliqlar o'ylangan tartib to'g'ri. Faqat mana boshlanishda Rustam aka eng to'g'ri gapni aytdi, tayyorgarlik mukammal bo'lmagan. Sustkashlik bo'lgan, e'tiborsizlik bo'lgan. O'sha 0% qilish ham mumkin edi, 0.5% qilish ham mumkin edi. Ishonchim komil bu narsalar tezda izga tushib ketadi. Chunki plastik kartochka olganimizda ham esingizda uni naqd pul yecholmasdan 20%, 15% odamlarga berib bo'lgan. Pora berib, endi pora bo'ladi, nima deyiladi? 3% berib olardik. Mana hozir plastikka ham o'rganib ketdik. Kartani egalari aslida banklar, ular bizani kafolatlasin. Bank kafolatlashi kerak. Dunyo bo'yicha shunaqa. Xo'p, endi asosiy mavzuga o'tamiz. Ish berish jarayonida ishlayotgan ayollarni kamsitish holatlari, ayniqsa bir homilador bo'lsa, uni ishga olmaslikka intilishlar yoki yosh bolasi bo'lsa, unga maxsus tanaffus, alohida tanaffus vaqtlari ajratilmaganligi, shunaqa holatlar hayotda bormi yoki yo'qmi? Mehnat kodeksining buzilishlari bo'lgan, ya'ni haqiqatdan ham ayol kishi dekret ta'tiliga chiqishdan oldin juda ko'p kelishmovchiliklar bo'ladi rahbariyat tomonidan. Ya'ni shartlar qo'yiladi unga, yoki voqlik ketasan, yoki ketganingdan keyin qaytmaysan, yoki uni shu ahvolda foydalanib uni o'rniga boshqa ishchini olish holatlari bo'ladi. Misol uchun ishi agar yaxshi bo'lsa, bu noto'g'ri bu. Endi hayotda bu endi ikki qat bo'ldi, boshqa bo'ldi. Dekret ta'tiliga chiqish kerak. Bu mehnat kodeksida bor narsa. Lekin shundan foydalanib rahbarlari oladida uni bo'shatadi. Kerak bo'lsa yoki olib o'rniga boshqa odamni ishga oladi. Shunaqa holatlari ham bo'yicha bo'ldi, sudga chiqdik, sudda sudlashdik, shunaqa holatlarni ham ko'rdik biz. Endi bilasizmi, agar ayollar ishda ishlaydi, siz bilan biz qatorida, bu endi kamsitish holatlariga yana to'xtalib o'tamiz. Bizda raqamlar bor, tahlillar bor. Lekin ularning uydagi ishi ham borda, oiladagi. U ham o'zi katta bir ish. Demak, ayollarni ishlayotgan ayollarning zimmasida biznikiga qaraganda 2 karra ortiqcha yuki bor.
chunki u ro'zg'origa qarash kerak, ovqat qilish kerak, bolalarni ovqatlantirish kerak. Marhamat. Aha. Bir yozilmagan qonun borda, yangi kelin bo'lsa 90% holatda ishga olinmaydi. U zo'r bo'lishi mumkin, yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin. Ko'p rahbarlarimiz shuni aylanib o'tish kerak. Yangi kelinchak albatta farzandli bo'ladi, keyin dekretga chiqadi, keyin men pul to'lashim kerak deydi-da, sekingina bir bahona topib qaytaramiz. Aslida bu noqonuniy ish, lekin buni isbotlab bera olmaymiz, chunki u seni ishga olmayman yangi kelin bo'lganing uchun deyilmaydi-da. Pinhona qanaqadir bahona topiladi. Bahona topiladi. Xotin qizlarning mehnat huquqlarini yanada kafolatlash hamda yollanma ishchi ayollar mehnati muhofazasini yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga tegishli qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ish olib boryapti. Adolat partiyasi xuddi mana shunday ish joyi bo'la turib, bo'sh ish o'rni bo'la turib, ishga olmaganlarga nisbatan choralar ko'rish, ya'ni ayollarimiz, ayniqsa homilador ayollarimizni, yosh kelinlarimizni huquqlarini himoya qilish bo'yicha partiya o'z oldiga bir qator maqsadlar qo'ygan va birinchi maqsadlardan biri mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish. Biz qonunan yondashishimiz kerak, qonun bilan borishimiz kerak, qonun bilan talab qilishimiz kerak. Qonun bilan yashashni o'rganishimiz kerak. Ana shundagina biz ayollarimiz huquqlarini bizda hozir ham qonunlarimizda hamma imkoniyat bor, lekin foydalana olmaymiz. Homilador ayollarimiz, yangi kelinchaklarimiz ertaga dekretga chiqib ketadi yoki unga yana boshqatdan xodim qidirish kerak deb taqiqlanadi. Undan keyin yosh bolasi bo'lsa, buni bolasi kasal bo'ladi, ha deb tibbiyana hozir hayotda shunaqa, lekin mana shu qonunda prezidentimiz qonunan ayollarni, ya'ni konstitutsiyada ham 42-moddasida belgilab qo'ydilar. Mana shu homilador hamda ayollarimizni ishga qabul qilishi, erkaklar bilan teng maoshi tenglashtirishi, uni taqiqlamaslik. Masalan, erkak kishida lavozim oshsa, ayol kishida ham oshishi. Undan tashqari rahbarlik darajasida ham ayollarning ulushi ko'p. Ayollarimiz nafaqat ish joyida, balki oilada ham, jamiyatda ham himoya, qonun himoyasida. U misol uchun mehnat inspeksiyasi orqali himoya qilinadi yoki bo'lmasam oila va xotin qizlar qo'mitasi orqali ayollarning huquqlari himoya qilinib boriladi. 2023-yil O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga tubdan o'zgartirish kiritildi. Va albatta o'sha mehnat kodeksida ayollarimiz uchun alohida bob bor. Hattoki o'sha homilador bo'lgan ayollarimizga ishga olishda o'sha to'sqinliklarni olib tashlab, o'sha ish beruvchilar bilan mehnatga oid munosabatlarni kirishish bo'yicha hech qanaqa to'sqinliklar yo'qligi va shu nuqtai nazaridan hattoki homilador ayollarimizni xizmat safariga yuborishlar, ularni roziligisiz xizmat safariga yuborishlar ham aniq normalar ko'rsatilgan. Keyin og'ir yuk ko'tarishlar bo'yicha. Mana hozir advokatimiz aytdilar, gender tengligi deyishdi, sinimiz ham aytganlaridek, gender tengligi nuqtai nazaridan shu erkaklarimiz va ayollarimizni shu og'ir yuk tashishlarida ayollarimizni normalari aniq ko'rsatib berildi. Bu ham bir siyosiy iroda desak ham bo'ladi. Sababi eski mehnat kodeksida bu darajada mukammal ayollar uchun kafolatli yo'q edi. 2023-yildan keyin mehnat kodeksiga tubdan o'zgartirish kiritildi va aniq normal, alohida bob belgilangan. Endi mana sizga bitta ma'lumotni aytay. Biz qonun yoki haligi kodekslarni muhokama qilmayapmiz. Biz amalda ayollarga nisbatan baribir ularni kamsitish borligi haqida gap ketyapti. Mana qarang. Marhamat. Marhamat. Shuning uchun u qilingan ishlar hech qanaqa shak shubhasiz bizning yutug'imiz, u biza bilan. Marhamat. Boshimiz tomonidan ayollarimiz va ayollarimizni huquqlarini himoya qilish uchun bir nechta qonunlar va qonunlarga qo'shimcha o'zgarishlar kiritilishiga qaramasdan, biz agar mentalitetimizni, ya'ni eskilik sarqutini to'g'irlamas ekanmiz, biz hech qachon ayollar demak o'rin topa olmaymiz. Nima uchun? Chunki erkaklar bizga past nazar bilan qaraydi va go'yoki ular o'ylaydiki, erkak ustun ekan, shunday ekan biz taxt ustiga ayollarni chiqarmasligimiz kerak. Aslida ayollar konstitutsiyamizda kiritib o'tilgandek, erkak bilan
bilan teng ko'rilgan bo'lsa-da, lekin buni bizni o'zbek erkaklarimiz qabul qila olmayapti. Har bir sohada biz erkaklardan yuqori natijani ko'rsatib kelayotgan bo'lsak ham, baribir mentalitet o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Advokat sifatida shuni ayta olaman, ayollar borasida va ayollarga ishlatiladigan har bir sohada zo'ravonlik, tazyiqlarni chek-chegarasi hech to'xtamayapti. Oila borasida qolaversa, mana o'zim bir nechta sudlarga ishtirok etaman. Mana shu oilada ham kelinga imkoniyat bermaslik. Kelin qilib tushirib olganda u ta'lim, ya'ni o'sha oliy ta'limda talaba bo'ladi, o'qitaman deydi, o'qishini davom ettirishga to'sqinlik qiladi, homilador bo'ladi, bir vaqtni o'zida o'qishlarini olib ketishga imkoniyat yaratib berilmaydi yoki mana ta'til davom, ana shu dekret ta'tilida uni umuman qo'llab-quvvatlashmaydi. U ish rahbari bo'lsin, uning ta'limdagi o'sha ustozi bo'lsin yoki oilasidagi turmush o'rtog'i, qaynona va hokazo, hech kim uni qo'llab-quvvatlamaydi. Agar uni qo'llab-quvvatlamasa, u qanday yetuk ayol bo'la olishi mumkin, qanday bolalarni tarbiyalash mumkin, qanday qilib o'z hissasini davlatga qo'shish mumkin. Mana shu narsalarga baravar harakat qilmasak, qonunda qancha qo'shimcha o'zgarishlar bo'lavermasin, bir ayolning yelkasidagi yuk yukligicha qolib ketaveradi. Juda to'g'ri gapirdingiz. Davlatimiz rahbarining olib borayotgan to'g'ri siyosatlari zamirida hozir davlat tashkilotlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Bulardan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarga himoya orderi berish tashkil qilingan. Xabarlaring bo'lsa kerak. Albatta har bitta mahallalarda, ko'chalarda himoya so'z tugmalari, yordam tugmalari, bundan tashqari himoya orderlari ichki ishlar tomonidan berilyapti. Yana shuni aytib o'tish kerakki, Adliya vazirligi tomonidan mana joriy yilning mart oyida mana bugungi kungacha davom etib kelayotgan ayollarga huquqiy ko'mak doirasida huquqiy aksiya o'tkazilyapti. Bunda ayollarning haq-huquqlari, mana siz hozir aytib o'tgan tazyiq, zo'ravonlikka uchragan yoki bir mehnat munosabatlarida jabr ko'rgan ayollarga tushuntirishlar olib borilyapti. Vaqtincha ishsiz ayollarga ishga marhamat doirasida adliya kuni sayyor qabullar uyushtirilyapti. Bunda 40 mingdan ortiq ayol qizlar, xotin-qizlar ishtirok etib, o'zlarining haq-huquqlarini batafsil tushuntirildi. Hozir umumiy holatni aytishyapti bular, to'g'ri. Bularning gaplariga qo'shilgan holatda hozir bu yerda mavzuni o'zi nima? Mavzu yosh bolalik yoki homilador ayollarni huquqini himoya qilish, ularning ishdagi, oiladagi huquqini himoya qilish. Hozir sal mavzudan chetga o'tmoqchimiz, o'tyapmiz. Shunda ishlayotgan ayollarni ham. Ishlayotgan ayollarni ham, to'g'ri. Homilador ayollar. To'g'ri. Hozirgi paytda biz birinchi nima ish qilishimiz kerak? Davlat tomonidan kafolatlanib qo'yildi. Qonun tomonidan bu qonun ustuvor. Bu bo'yicha ham, lekin biz hozir xotin-qizlarni, yoshlarni huquqli ongini oshirishimiz kerak. Nimaga? O'zini himoya qilish uchun. Undan keyin ishga boryaptimi? Ishga qabul qilayotganda u rahbar bo'ladimi, tashkilot kadri bo'ladimi? To'g'ri, hozirgi ko'p noqulayliklar bo'layaptiki, qanday homilador ayolni ishga olmaslik yoki to'g'ri, qaysidir ma'noda ularni qandaydir turli bahonalar bilan ishdan chetlashtirish yoki yosh bolalik onalarni og'ir ishlarga vazifalarni yuklash. Bu noto'g'ri. Biz buni himoya qilish uchun u onalarni, qizlarni, kelinlarni, oiladagi huquqini, o'zini vazifasini, o'zini o'tdagi o'rnini bildirishimiz kerak. Shundagina biz uni himoya qilgan bo'lamiz. O'sha yoshlar bilan ko'proq, kelinlar bilan huquqiy ongini oshirish uchun mahallalarda, turli tashkilotlarda xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha e'tibotlar adliya xodimi bo'lsalar kerak. O'sha adliya tomonidan ham himoyalanganligi to'g'risidagi qonunni o'rgatishimiz kerak. Bu ishda bo'ladimi, uyda bo'ladimi? Shundagina biz onalarni, qizlarni himoya qilgan bo'lamiz. Chunki ular ham teng huquqli. Ular ishlash kerak o'zini, lekin ularga kerak bo'lganda og'ir yukni berishimiz kerak emas. Ish faoliyatida ham. Ayollar kimlar? Ular bizning onalarimiz, opalarimiz, qizlarimiz, nabiralarimiz, farzandlarimiz. Chunki ular ham onalar bo'lmasa jamiyatda taraqqiyot to'xtab qoladi-ku. Ularni biz himoya qilsak, biz kelajakni himoya qilgan bo'lamiz, farzandlarni himoya qilgan bo'lamiz. Rahbar ayollarni ko'paytirsak, nima o'zgarib qoladi degan fikr qiziq bo'lgan, ekspertlarni eshitganman shunda. Bu eng O'zbekistonda yetakchi iqtisodchilari, yetakchi huquqshunoslari, hamma sohaning yetakchilari yig'iladi. Shunda ekspertlar bir qiziq nimani taklif qilishgan. Birinchidan, ayol rahbar ayolning huquqini buzmaydi. Chunki o'zi ayol-ku, o'zi ona-ku, o'zini ham uyida bolasi bor, o'zi ham eri bor, qaynonasi bor, ularning xizmatini qiladi va undan ortib rahbarlik qiladi. Ikkinchisi, foizlarda ko'rsatib berishgan
ayol rahbar jinoyatga qo'l urmas ekan. Ayol rahbar ichkilikka berilmaydi. Ayol rahbar huda behuda yomon yo'lga qadam bosmaydi va ayol rahbar qora olmas ekan. joyda adolat bo'ladi. Ayolda g'ururi hamda mas'uliyati kuchli bo'ladi. O'zini vazifasiga, o'zini uzr ustoz gapingizga qo'shimcha qilgan anaqada aytmoqchimanki, ayol rahbarda mas'uliyat katta bo'ladi. U o'ziga berilgan vazifani gap eshitmaslik uchun ham bajaradi. Ham oilani, ham ishni baravar olib turish oson emas. Lekin u maqsad qo'ydimi oldiga, shuni davlat himoya qilyaptimi? Shundan foydalanib ayol o'zini menligini, o'zini davlatda ham, hukumatda ham o'zini o'rni borligini, jamiyatda ham o'zini o'rnligini, ham ona, ham rahbar, ham ishchi xodim sifatida o'rni borligini his qiladi. Bilasiz, endi hozir bitta davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mana qizlar uchun magistratura bepul qilindi. Maqsad nima? Ziyoli ayollar qancha ko'p bo'lsa, bizda nima deydi? Millat taraqqiy etadi-da. Faqat uyda o'tirib, faqat haligi ma'naviy yoki jismoniy bosim ostida o'tirgan ayoldan qanaqa bolalariga bo'lgan qanaqa ta'lim bera oladi? Ular tushkunlikka tushib qoladi. Ularda o'ziga nisbatan salbiylik paydo bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, Islom aka, siz men bilaman tayyorlarib ham kelgansiz, materiallar ham qo'lingizda bor. Yosh kelinlarga nisbatan juda to'g'ri aytdingiz. Sizga o'xshagan, sizlarga o'xshagan oqilalar ko'payish kerak. Mana bu Qudus aka. Ular taqdir, ularsiz mamlakatning taqdiri hal bo'lmaydi. Nima uchun ayollarni ko'proq qo'llab-quvvatlayaptilar? Chunki ayollar homilador bo'lganda, hatto buni meditsinada ham o'sha isbotini topdi, farzand ko'proq onadan oladi har bir. Albatta. Ozuqani. Shunday ekan, agar shariatda ham agar ona aqlli, ziyoli, ilmli bo'lsa, demak undan farzand xuddi shunday dunyoga keladi deb aytilgan. Shunday ekan, mana shu narsalarni inobatga olgan holda ayollarga barcha eshiklar ochib berilishidan maqsad, chunki bizni kelajagimiz yoshlar qo'lida ekan. Demak, shunga yarasha farzandlarni dunyoga keltirish kerak. Yosh bolalari bo'lsa, har 3 soatdami, har 4 soatdami Mehnat kodeksiga kiritilgan bu narsa. Hatto o'sha farzandlarni kodeksida 2 soat, ya'ni yosh bolali 3 yoshga to'lmagan emizikli ayollarimiz bo'lsa, ovqatlantirib kelish uchun 2 soat vaqt beriladi. U oylik ish haqidan olinmaydi. Sababi bu kodeksda ham prezidentimiz tomonidan qonunda mahkamlangan. Davlat inspeksiyasiga kelgan murojaatlar bugungi kunga qadar, demak o'tgan 3 oyda 7669 ta murojaat kelib tushgan ayollardan. Ularni mutlaq ko'pchiligi 4018 tasi ish haqi va boshqa to'lovlarni o'z vaqtida to'lamaslik ayollarga. Keyingi o'rinlarda noqonuniy ishdan bo'shatish holati 407 ta va norasmiy ishlatish 401 ta holatda qayd etilgan. Davlat inspeksiyasi aralashuvi bilan shu murojaatlarni 2351 nafar ayolning buzilgan huquqlari tiklangan. 2000 raqamlarga e'tibor beraylik. To'g'ri, qonun bor, kodeks bor, modda bor, hamma narsa bor. Amaliy choralar natijasida 192 nafar qiz noqonuniy bo'shatilgan ish joyiga qayta tiklandi. Endi qayta tiklanganlarga munosabat qanday bo'ladi, Qudus aka? U rahbarlar sud orqali mehnat inspeksiyasi tiklanganga to'xta deydi, men senga ko'rsataman deydi. Uni minutini poylaydi, nechida kirding ishxonaga, nechida ketding ishxonadan va uni asablarini yeb ado qiladi. Endi 1502 nafar ayolning foydasiga esa jami 10 milliard, e'tibor beringlar, 10 milliard 313 million so'mdan ortiq ish haqi va boshqa to'lovlar undirib berildi. Bitta mehnat inspeksiyasini aralashuvini aytyapmiz. Bu yerda aka sudlar bor, ishlar, prokuraturaga murojaat, bu bitta idoraga qilingan murojaat turmasini aytyapmiz. Murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonida qonunbuzar ish beruvchilarga nisbatan 1650 ta yozma ko'rsatma, 54 ta taqdimnoma kiritildi va 208 ta holatda jami 372 million so'mdan ortiq ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Bu bitta davlat mehnat inspeksiyasini ma'lumotini aytyapmiz. Biz shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu ko'rsatuv bekorga tashkil qilingani yo'q. Biz agar qonunlarimizni to'liq ishlata olmas ekanmiz, ayollarimiz, Qudus aka onalarimiz, singillarimiz, qizlarimiz, kelinlarimizni huquqlari buzilaveradi.
masala bor bu yerda. Marhamat. Yuqorida bu kishi juda to'g'ri aytdilar. Ayollar o'z huquqlarini bilishi uchun huquqiy ongini rivojlantirishi shart. Shaxsan o'zim rahbar sifatida, tadbirkor ayol sifatida men o'zim ish tajribamda kuzatganman, hech qachon ikki marta ketma-ket farzandli bo'lsam ham hech kim ishdan bo'shatishga harakat qilmagan. Nimaga? Tajribali kadr bo'lganim uchun, ilmli kadr bo'lganim uchun, men salohiyatim aynan o'sha kompaniyani rivojlantirishga ko'z yetgani uchun va mendan boshqa uning joyiga yaxshi kadr topa olmasligini bilgani uchun. Men bu yerda mana tajribali kadrlar yig'ilgan, lekin men ayollarga, qizlarga murojaat qilmoqchiman. Qachonki o'z huquqlaringizni bilsangiz, qachonki o'zingizning ustingizda ishlasangiz, qachonki oilani, vaqtni, ishni to'g'ri taqsimlashni bilsangiz va qayerda qanday muomala qilishni o'rgansangiz, shunda sizni hayotingizga mana noto'g'ri jinsiy tajovuzlar, shunda sizni hayotingizga noto'g'ri haq-huquqlaringizni buzadigan xatti-harakatlar bo'lmaydi. Birinchi navbatda to'g'ri, jamiyatimizda mana ustoz bilan biz 5-6 yil avval ayollar haq-huquqlarini muhokama qilganimizda hozirgi kundagi yaratilgan imkoniyatlar yo'q edi. Lekin aynan mana hozirgi kunda aslida bizni rivojlanishimiz, o'zimizni tiklab olishimiz uchun yetarlicha imkoniyatlar bor. Ular ishlayapti, lekin ularni haqiqatda sizni hayotingizda ishlatish uchun, sizni haq-huquqlaringizni poymol bo'lmasligi uchun sizni huquqiy ongingiz shakllangan bo'lishi kerak va mana shu narsani siz o'zingiz tushunib yetishingiz kerak. O'zingizni hayotingizda bu narsani qo'llay olishni bilishingiz kerak. Buning uchun rivojlaning, o'zingiz ustingizda ishlang va albatta qanaqa maqsad qo'ysangiz bu maqsadga erisha olasiz. Aytib o'taman, mana advokat sifatida o'zim huquqiy bilim ulash maqsadida blog yuritaman. Mana shu blogimda ishoning qancha ayollarni o'z huquqlarini o'rganishlari uchun ularga ma'lumotlarni yetkazar ekanman. Kommentda faqat erkaklar, senga o'xshagan aqllilar tufayli oilalar buzilyapti, senga o'xshaganlar yetmayapti va hokazo. Lekin aslida o'z huquqlarini bilmasdan, ish joylarida, oilalarida, turmush o'rtoqlaridan hattoki ayolini urib, podvalga qamagan holatlar bo'lyapti. Ular o'sha yana aytaman, eskulik sarquti, ya'ni mentalitetimizdan kelib chiqib, go'yoki erkaklarga quldek xizmat qilishlari kerak, ostona xatlab chiqmasliklari kerak, qaynona-qaynotani xizmati. Lekin bularni hammasini o'z vaqti va o'z o'rni bor. U ayol ishlashga, o'qishga intilyaptimi, unga imkoniyat berish kerak. Imkoniyat bermagan turmush o'rtoqlari uchun ham javobgarlik mavjud. Har bitta holatga hozir qonuniy javob berishadi. Mana shu narsalarni biz o'rgatar ekanmiz. Huquqiy bilim olishni istagan ayollarga faqat birdan-bir to'sqinlik yo turmush o'rtog'i yoki qaynona-qaynotasi tarafdan bo'lyapti. Bilasizmi, hozir bitta raqamda endi oliy ta'lim muassasalarida ayollarimizni ulushi menimcha 50% dan ham oshdi-yu. Teppa teng yoki 50% dan oshdi. Demak, uni bitirgandan keyin ular ishlash kerak. Ota-onasi o'qityapti, qizlar intilayapti. Xudoga shukr, mana endi hozir xususiy institutlarga imkoniyat juda katta imkoniyat berildi. Ha, kontrakt to'layapti. Ota-onasi. Nimaga masalan shu qizimiz bir narsani gapirmoqda. Qarang, bular hozir ayollarni ikkita tipga bo'lib qo'ydilar-da. Endi har kimning fikri. Har xil, mayli bularga qarshi emas, to'ldirish. Misol uchun, uning uchun nima qilishimiz kerak biza? Uyda o'tirgan, misol uchun o'zini huquqini ayollar biladimi degan savol tug'iladi-da. Uyda o'tirgan qizlarimizlarni mana mahallalarda xotin-qizlar faollari kasb hunarga o'qitishlari va huquqlarini o'rgatishlar, huquqiy savodxonlikka oshirish. Prezidentimiz tomonidan agar institutga kira olmasa ham oliy ta'limga kasb hunarga o'qishi bepul bu. Uyda o'tirgan ayollarga ishga kira olmasa, turmush o'rtog'i qarshi bo'lsa, yo qaynonasi qarshi bo'lsa, uyda tadbirkorlik qilishlariga ham zamin yaratilyapti-da. Misol uchun ayollar hozir ikkita tipga bo'linib, yo bu yaxshi, bu yomon emas. Ayollar o'zi nozik xilqatda, ular har tomonlama haq-huquqlarini davlat himoyasida. Mana endi bizning yoshimiz Islom aka bilan ancha ko'p narsani anglash imkoniyatini beradi. Avval boshdan qizlarga bo'lgan munosabatimizni tubdan o'zgartirishimiz kerak edi. Shu qiz boladan qutuldim deb, u hali yosh bo'lsa, 18 yosh, 20 yosh. Hozir men nabiralarim shu yoshda hali ularga qo'g'irchoq olib berish kerak-da. Pul berishingiz kerak. Bu ota-ona kimnidir orzusi, buvim o'lib ketyapti, ko'rib qolsin deb ko'rganda nima, uni umri uzayib qoladi. Misol uchun-da. Bog'liqda tarbiyaga shuni kiritishgan. Avval shu imkoniyatdan boshlab o'qisin, bir kasbga ega bo'lsin. O'qimasa, endi ayollar chevar bo'ladi, tikuvchi bo'ladi, to'g'rimi, noto'g'rimi? Bizning magazinlarimizda yoki chorsu bozorlarda o'zimizda ayollar tikkan kiyimlar bilan to'lib toshsin.
qizlarimiz albatta o'qisin. Mentalitetimizdagi eng birinchi masala biz erkaklar ayollarni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak, tamom. Boshqa eng asosiy narsa shu. Men qonunli ishlaydimi, ayollar o'zini haq huquqini biladimi, lekin o'sha ishxonadagi rahbar agar surbet bo'lsa, hech nimaga qaramaydi. Qonunni bilasanmi, shunchalik aqllimisan deydi, battar unga prinsip aytaveradi. Men aytmoqchimanki, avvalambor erkak kishi, biz erkaklar ayollarimizni hurmat qilishimiz kerak. Ularni uyga, boy aytganingizdek, uyga borib ham mehnat qilishi, ona bo'lishi, boshqa bo'lishi, hamma narsani e'tiborga olib, biz erkaklarni onamiz borligi, sinimiz borligi, qizimiz borligi va shu yo'rinda shu begona ayol qo'limizda ishlayaptimi, shunga e'tibor berishimiz kerak. Ana shunday gap kerakda. Endi ba'zi holatlarda men boyagi og'riqli mavzuga qaytaman, o'rgansin haq huquqini. Avval boshdan oilada kamsitishga, bundan tezroq qutuldim degan iborani ishlatishadi. Men yuraklarim zirqirab ketadi-da. Siz qizingizni qancha yaxshi ko'rasiz? Ona qizim deb. Onangizni qancha yaxshi ko'rasiz? Ha? Shu o'ringa qo'yish kerak doim. Oho, qanaqa yaxshi ko'rasizki, siz joningizni ham tikib olasiz. Lekin boshqalarga kelganda darrov o'zgarib qolamiz. Ajrimlar Kelin emas, iloji boricha ha, hozir o'zim cho'chib ketyapman. shunday ajrimlarda Bo'lib qoladimi endi deyman-da, birovniki bo'lsa 8 ta odam, uni hammasiga ovqat qil, u yosh go'dak bo'lsa, shunaqa holatlarni ko'p ko'ryapmiz, do'stim. mana shu Stressga tushib qolyapti. siz juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Mana shu ajrimlarda sudda ishtirok etamiz. Ikki qudani bir-biriga qiladigan muomalasi juda ham ayanchli. Endi to'g'ri aytasiz. Bolalarni o'zingizni farzandingizni mana hammamiz mana shu yerda o'tirgan bir ish bilan band ayollarimiz hozir kecha kunduzda farzandimiz birovdan kam bo'lmasin deb hammamiz harakatdamiz. Shunday ekan siz uni yaxshi kiyintirib, yaxshi tarbiya berib, yaxshi joylarga o'qitib, diplomlarini qo'liga olib turmushga uzatasiz. Lekin siz qilgan mehnatingizni qadrlashmaydi. Qaysi ota-ona jim turadi? Mana nima uchun urush, janjal va ajrimlar ko'paymoqda. Agar o'sha kelin bo'lib tushgan xonadon uni tushunsa va unga shart-sharoit yaratib bersa, ajrimlar soni kamaygan bo'lardi. Har bir yoshni o'sha qiladigan shikoyati, meni u uyda hurmatim yo'q, meni tinglashmaydi, meni ota-onam meni nima uchun bo'lish kerak edi yoshlar ular uchun. Nima uchun o'qitdi? Men ertaga u diplomdan foydalanmasam, meni vazifam faqat qullikdan iboratmi deya mana shunday e'tirozlar bilan chiqishyapti. Yoshlar ajrashishni xohlamaydi. Holatlar bo'lgan, men aralashganman-da o'zim. Kelindan kuyovdan so'rasang, ular ajrashmoqchi emas. Ular bir-birini yaxshi ko'radi. Ha, lekin kattalar yo'q deydi. Eski tushunchada ular qoloq tushuncha. Kitob o'qimaydi, gazeta o'qimaydi, jurnal o'qimaydi. Ma'naviyat nol. O'shani ma'naviyat meni o'zim guvoh bo'lganman. Olib kelgan mebeling bizda aboyga tushmaydi deb. Ertayin to'y bo'ladigan bo'lib turibdi. Uchinchi shaxs aralashuvi sabab mana daraja shu. Yaqinda bir tanishimizda restoranda belgilangan to'yi buzilib ketdi. Kelin kuyov tomonidan ruxsatsiz kelin ko'ylak olgan ekan. Ana. Bo'ldi. Ha, mana biz hozirdan yigit borib tanlab beradi. Aytganimizda qilmadi kelin, bizni ruxsatimizsiz kelin. Xo'p, endi yana mavzuga do'stlarim ketish to'y. Islom aka qarang. Raqamlar va reallik, qonun buzilish holatlari qanday aniqlanmoqda? Ma'lumot bor-da bizda. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi Davlat mehnat inspeksiyasi ma'lumotlariga ko'ra 2026-yilning 1-yanvarigacha korxona va tashkilotlarda jami 20.650 ta o'rganishlar o'tkazilgan. 8.758 ta holatda qonun buzilishlar aniqlangan. Tasavvur qilasizmi, ayollarga nisbatan qariyb 40%, 50% ga yaqinlashib qolyapti. Biz bu yerda hammasi joyida deb o'tiribmiz. Mana bu raqamlarda 8.797 nafar xotin-qizlarning manfaatlariga daxl qilingan. Inspeksiya aralashuvi bilan tegishli ko'rsatma va taqdimnomalar kiritilib, ayollarga nisbatan yo'l qo'yilgan qonun buzishlar uchun jarimalar qo'llanilgan. Endi bu yerda juda ko'p raqamlar bor. Bularni hammasini aytsak bitta ko'rsatuv yetmaydi. Biz ham mana shunday holatlarni sodir bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Ayollarning huquqiy savodxonligini va ularning ruhiy holatini yaxshilash maqsadida psixologlar bilan va huquqshunoslar bilan, yuristlar bilan birgalikda treninglar tashkillashtiryapmiz. Joylarda, ya'ni mahallalarda ayollar bilan birgalikda qo'shimcha ma'lumot olishni istaganlar bemalol veb saytlar orqali
bu bo'yicha ma'lumot olishi mumkin. Qonun buzilishlarini oldini olish uchun ish beruvchilarni huquqiy savodxonligini oshirish talab etiladi. O'sha huquqiy savodxonligi oshirilganda o'sha ayollarimizni haq-huquqlari buzilishi albatta kamayadi. Mahallalarda, hokimliklarda xotin-qizlarni huquqini himoya qilish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. Muhtaram teletomoshabinlardan, xotin-qizlardan bitta narsani iltimos qilib qolamiz. Qayerdaki masalan shu ayollarimiz qonun buzilish holatlariga duch kelsa, kimnidir qaysi tashkilot rahbarlari ularni kamsitishga uringan bo'lsa, bizga albatta mana shu elektron manzilga xat yo'llang yoki murojaat qiling. Biz ularni mutaxassislar ishtirokida adolatli yechimiga harakat qilamiz. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.